İstanbul'daki Xitoy konsulxonasi planlagan suiqasdni Sharq Turkistonliklar barbod qildi. Uyg'ur nidosi Tor radiosi xabari. Xitoy tajovuzchilarining 4-iyun kuni İstanbulning Beşiktaş rayonidagi Shangri-La degan Xitoy restorani o'rlashtirilgan Uyg'ur o'quvchilarga iftor berish ziyofatini İstanbulda yashayotgan Sharq Turkistonliklarning birdek hamkorligi bilan barbod qilindi. 2-iyun ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy konsulxonasining 4-iyun kuni İstanbuldagi Uyg'ur o'quvchilar uyushmasining chaqiriq bilan ularga iftor o'rlashtirilganda xabar tarqalgandan keyin İstanbuldagi Sharq Turkistonliklar g'azabga kelib, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqini ro'za tutishdan cheklash bilan birga yana jazo lagerida aroq ichishga, cho'shi go'sht yeyishga zo'rlayotganligidek turib, Turkiyadagi bir musulmon davlatda Türk axbaratlari orqali o'zlarining Sharq Turkistonda ilib berayotgan dinsizlashtirish qilmishini yepish uchun Uyg'ur o'quvchilarini iftorga taklif qilib, ularning ko'rinishini Türk axboroti va o'zining kanallari orqali tarqatish orqali Sharq Turkiston xalqining diniy erkinligini hurmat qilayotganligi va iftor berayotganligidek saxt ko'rinishni barpo qilib, musulmon dunyosini aldashga urindi. Xalqning qarshilik sadosini anglagan Qaysaridagi Sharq Turkiston Madaniyat hamkorlik jamiyatining raisi Seyittim Turk apandim ijtimoiy uchur vositalarida bayonot berib, İstanbuldagi Uyg'urlarga shu restoranning oldida iftor beradiganligini e'lon qildi. 4-iyun kuni buningga ovoz qo'shgan necha yuzlagan Sharq Turkistonliklar restoran oldidagi maydonga to'planib, oy yulduzli ko'k bayroqlarini chiqarib, iftor dasturxonlarini ichib, shu yerdagi sayohatchilarga Sharq Turkistondagi Xitoy tajovuzchilarining ilib berayotgan zulmini anglatdi. Meydanga yığılgan fidoyilar tarafidan tayyorlagan lozunkalarda Uyg'urlar bilan Türk qarindoshdir. Bizning nomusimiz sizning nomusingizdir. Uyg'ur qizlari kafir Xitoylarga majburiyatli qilinyapti. Türk matbuotlariga shuni deymizki, vijdoningiz bo'lsa, zulmga qarshi sukut turmang deganday xatlar yozilgan lozunkalarni chiqarib, Türk televiziyasining diqqatini tortgan. Bu norozilik faoliyati radlik tartiblik ilib berilgan bo'lib, jamoat shom namozini o'qib tarqalib ketishgan.